Bitta homilador bo'lgan sizmi kelin, kunda kasalman deyish joningizga tegmadimi? Erizam kelmayapti ana uyga bezor bo'lganidan sizdan. Deymiz-u, hurmatli onajonlar, qiziz bilan 13-14 yoshidan boshlab shunaqa sirdosh bo'ling. Haysikli kelyaptimi o'sha paytda, qog'im og'riyaptimi desa, agar birdan bilingki endometrioz unda, ya'ni bachadon va uning atrofi shamollashi. Bu paytda nima qilamiz? Davolatish kerak tezlik bilan va bu holda turmushga uzatmang. Turmushga chiqqandan keyin o'zi yaxshi bo'lib ketadi deysiz, yo bo'lmasa olib borishga uyalasiz. Bu noto'g'ri aziz onajonlar. Nega deganda qaynana davolatib olaram deyishingiz mumkin. Yoshlarni alohida qilib mehr muhabbatini ajratib qo'yib davolatib bo'lmaydi, keyin kech bo'ladi. O'shaning uchun vaqtida qog'im og'ridi dedimi, tezlik bilan davolating. Axir bu yallig'lanib yotgan bachadondan DTP, CRP, yana nogiron bolalar, yana ko'plab kasalmand bolalar dunyoga kelyapti. Bu nimaga? Sizni boshingizni yaxlab turgan payti morozelkaga birpas tiqib tura olmaysiz. Lekin aziz bolajon 9 oy o'sha yallig'lanib yotgan yaxdek, muzdek bachadonda katta bo'lish kerak. Biza mana shularni oldini olmasak, sog'lom oila barpo qila olmaymiz. Er-xotin munosabatlariga dars ketyapti. Qaynona kelin munosabatlariga dars ketyapti va qudachiligimiz ham mingchilikka bormayapti.